Aka siz to'g'rimisiz yo'qmi? Mahkamada Jon aka unaqa vashi. Turkiyaning Chuqur serialidagi o'sha mashhur ikki do'st choyxonasi endi Andijonda ochilganidan xabaringiz bormi? O'zbek milliy taomlarini sevuvchilarni lutfan taklif qilamiz. Bu yerda 20 dan ortiq bir-biridan mazali o'zbek milliy taomlari mavjud. Shashlidan tortib bifteksgacha, bifteksdan tortib birinchi, ikkinchi taomlargacha. Xullas 1000 marta eshitgandan ko'ra bir marta kelib tatib ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Manzilga keladigan bo'lsak, Gulshanda joylashgan Asaka tomondan kelayotganingizda o'ng qo'lingizda, Andijon shaharidan Asakaga ketayotganingizda chap qo'lda keladi. Ikki do'st oshxonasiga sizni taklif qilamiz. Jarayonning eng mazali joyi bu albatta har bittasini tatib ko'rish va unga qarab sizlarga baho berib tavsiya qilsam bo'ladi. Bu do'lma. Maza. Bifteksda ishqibozlar uchun mana bifteks haqiqatan o'ta go'zal. Bifteks o'zi eng mazali ovqat menimcha to'g'risi. Haqiqatan to'g'raganligi. Prosta gap yo'q, dahshat. Keyingi ovqat bu siltana. Siltanani yaxshi tarafi shuki, yog'siz go'sht ekan. Men o'zi go'sht yog'li bo'lsa yeyolmayman. Bundan narsaga degustatsiya qilishim kerak. Bilasizlar, O'zbekistonning go'shtlari eng mazali go'shtlar. Dahshat. Shashlik ishqibozlar uchun ham shashlilari bor. Aytganimdek, ko'ryapsizlar, qiymasi juda ham uzun, tovug'i juda ham mo'shni, go'shtlari yog'siz taniq. Hozir bular har bittasidan yeb sizlarga baholab beraman. Piyoz mazur ekan. Zo'r, yaxshi, yoqdi. Endi tovuq, men yaxshi o'ynashashga Turkiyaga borsam faqat tovuq yeyman. Vaqti so'shni yegan ekan. Prosta super. Agar haqiqatan ham o'zbek milliy taomlarini yemoqchi bo'lsangiz, aziz yurtdoshlar, ikki do'st oshxonasiga lutfan taklif qilamiz. O'zimiz ham har obedda shu yerda bo'lamiz. Tavsiya qilaman. Do'stlaringizga ham bu videoni yuborib qo'ying.